Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yili 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjambay. Avtori Nur Rozi. 24-bob. Xoin. 1946-yili 9-oyning 12-kuni payshanba. Ular tun qarong'usida yo'l yurib, O'yta og'zining kun chiqish tarafidagi qatma-qat tog'lar orasiga kelganda bir-biri bilan un-tinsla xo'shlashib, 3 och yo'lga bo'linib yurib ketishdi. Xo'ja Abdurahmon 200 necha odam bilan Yingsar yo'lini to'sish uchun Pilal yezisi tarafga, Anjambay Qashqar shahri yo'lini to'sish uchun 40 marganni boshlab Gaz daryosining to'van iqini Terim tarafga qarab yurib ketdi. Jamoliddin Chashtoqqa Udul tarafdan hujum qilish uchun xillangan ig'ir qurollar bilan 300 necha odamni boshlab Gaz daryosini bo'ylab minib yarim kechidan o'tganda Chalma eriq tavasiga yetib keldi. Tungun oqshomla kun petish tarafda vishildab soqqili turgan shamol bulutlarni kun chiqish tarafga surayotgan edi. Süpsüzük osmonda qo'yiq yulduzlar vil-vil chaqnab turadi. Oy o'ltirgan edi. Atrof teptinch, faqat Gaz daryosi suyining kecha jimjitlikni buzib, toshdan toshqa urilib yiqayotgan sho'x shavqinliq ovozi bilan yiroqlarda itlarning onda-sanda qavashlari, to'qlarning so'zib chillashlari anglanib turadi. Ular bugungi urushning qachon tugaydiganligini bilmaydi. Şoňa atlarni to'yg'izib bilish, o'zlarini nashta qilib bilish uchun joyida to'xtashdi. Chashtaq atrofini charlashga ketgan razvedkachilar qaytib kelishdi. Ular Chashtaqqa yaqin berib, aylanib yurib, gazarma atrofini xili uzoq kuzatibdi. Hatto gazarma atrofidagi uzunisiga to'g'risiga tutashtirilgan cho'nqur qo'langan kesishma okuplarni xili yaqin yerda turib kuzatibdi. Adam ko'rinmabdi yoki biror taraf turib ovozni anglamabdi. Boshqa hech qanday ahvol sezilmabdi. Faqat egiz istehkom ustida postda turgan 2-3 askarni ko'ralabdi. Qaraganda gazarmidagi askarlarning hammasi tatliq uxlayotgan o'xshaydi. Tong saharning jimjitligi Jamoliddinga g'alitila tuyulib ketdi-da, shu hamon uning ko'ngliga gumon tushib, bir hazog'icha o'ylanib turib qoldi. Nima degan qo'rqinch jimjitlik bu? Xuddi jahonda hayotlik to'xtab qolgandekla, shafsiz, un-tinsiz, hatto kechicha to'xtamay gurkirab chiqqan shamoldan shu topda asarmu qolmagan. Navoda dushmanlar bizni tuyib qolgan bo'lsa, yo'shirinib qasdanga mana shunday jimjitlikni paydo qilish orqali bizni bexutlashtirib, qatqonga dasatmoqchimidi ya? Düşmanlar yo'shirin, biz oshkora. Uning beshi qatdi. U go'yo yulduzlardan madad tilagandek, pokiz qirilgan ingkini silgan holda osmonga tikildi. Alab-bula bulutlar orasida valvul chaqnab turgan yulduzlarga qarab, ulug' kichik tindi. Tuyuqsiz uning xiyoli chaqnab turgan ashu yulduzlardek pildashqa boshlab, xuddi tuman tarqab, havo jahon ichilib qolgandek kallasiga kirib olgan bayqi qo'rqinchli gumonlar asta tugab, ko'ngli pallida yurib ketdi. O'zini chirmab qaynagan chigiklarmi yeshilib ketgandek xili ozodilishib qoldi. Shundoq dushmanlarni g'aflat besibdi. G'aflat bosgan joylarla mushundoq jimjit bo'ladi. To'g'ri, nihoyat to'g'ri. U xushal holda Zaydin begning mursiga urib qo'ydi. Balli Zaydin, yaraysiz jumo. Sizning deganingiz to'g'ri chiqdi. Biz dal vaqtida ulgurib ketdik. Shu tapda dushmanlar toza g'aflat uyqusida. Yo'q, o'zlari dana, hammani oldin bilalaydilar. Shunga mushundaq aqlli tadbirni qo'llandilar. Navoda u ko'ngli qara Anjambayning gapiga kirgan bo'lsalar, bu qitim bu tarafga mo kelolmaydik. Necha vaqtdan buyon taqozolik bilan kutgan mundaq bilan fursat qo'limizga kelmaydi. Hammadan quruq qolatdik. U ko'ngli qara odamdan faqat bo'lsa, niyati buzuq, uning g'arzi silning usullariga chiqib olish. Yo'q, u odamni undaq desak bo'lmaydi. Uningga val bo'ladi. U degan boshdan bo'y Anjambay, aql farosatlik, batur odam, mening ustimda turishga layoqatlik, qobiliyatlik,
Menmo shundoq bo'lishni umid qilatdim. Lekin o'rinlashtirish ashundaq ta'tir bo'lib qoldi. Buningga bir nim degil bo'lmaydi. Shug'inisi u kajroq. Kallasidan o'tmagan ishni kallasi ketsimi hargiz qilg'il unmaydi. Bu mu bir hisobda botirlikning bir alohida ifodasi. Aslida u bizning bu qitimqi bu tarafga yurish qilishimizga unmagan, qat'iy qarshi chiqqan edi. Lekin men ching turib oldim. U bizdan ansirab qoldi. Bizni dushmanlarga tashlab berib, o'zi bir chetda qarab turishga uning yuragi chidamadi. Shunga bizni qo'g'dab qilish uchunla bu tarafga biz bilan birga kelishga majbur bo'ldi. Navoda u biz bilan birga kelishga unmasa, u chaqda hey, o'zimizga kelishga majbur bo'latdik. Voy, bu toz g'alati gap bo'ldi-ku. Sizlar uningga buyruq qilishga to'liq huquqli tursizlar. Har bir qonun qoida bo'yicha buyruqqa bo'ysunmagan undaq odamning kallasidan tutun chiqarib etmay toza. Hay, bo'ldi qiling. O'pkingizni besib oling. Buyruq? Qiziq gap qildi ekansiz. General leytenant Isoqbekning buyrug'ini qabul qilmagan odamza mening buyruqimni to'g'ri topmasa qabul qiladimi? Shu chaqda Isoqbek uni etib etishkimi, qammatib etishkimi huquqli edi. Lekin u odam undaq qilmadi. Do'stim deb chiroyli nasihat qildi. Bu nima uchun? Bu uning yaramliq odamlarning qadr-qimmatini bilganligi. Lekin u odam oxir bir kuni sizlarning, bizning hammamizning beshini yeydi. Uning niyati shundoq buzuq. Jamoliddinning ochiqi keldi. Zaydinga chekchiyib qarab turib varqirdi. To'la po'qchaynamang, tilingizga ko'ydirgi chiqadi. U undaq munofiq odam emas. Shundoq, qaltistona odam ekanlar. Atadarchilik qilganlariga hashqallar. Endi mangayli, otlarmi to'ydi. Bizmi nashti qilib oldik. Tang yurib qolsa dushmanlar bizni ko'rib qoladi. Bundaq tepilg'isiz fursat qo'ldan keladi. Abballi, mana bu gaplaringiz joyida. Buningdan keyin hiliqidek fitna fasod teriydigan gaplarni yana qilib solsangiz, men endi hargiz yuz xotir qilmayman. Ogoh bo'ling. Xo'p, mangayli. 2-3 kun ilgari to'xtamay uda bir hafta yaqqan yomg'ir Gaz daryosining suyini xo'p ulg'aytib o'tgan edi. Ilgirki chaqlarda bundaq kuz oylarida Gaz daryosining suyi azlab ketib, xili cho'nqur eqinlaridami suv tezg'imi chiqmaydi. Lekin bugun suv ularni xili avara qildi. Daryoning suyi yeyilib, takshi tinch oqadigan eqinlaridami otlarning qo'rsqi suvga chilishib qoldi. Ular eg'ir qurol yarog'larni otlarga so'ritib, ishtirib yurib, aram ta'sikda daryodan o'tib olishdi. Bu chaqda tong yurib, kun xili egiz ko'tarilib qolgan edi. Aralab kuz oylarining g'urg'ur sovuq shamili chiqib turadi. Charlashqa ketgan razvedkachilar yana dushmanlar oz ekan, Chashtaq tarafda aran 20-30 daklar askar turadi degan gumonli xabarni yetkazishdi. Jamoliddin yana dilg'ul bo'lib qoldi. Boshqa dushmanlar yo'shirinib olgan bo'lsa, razvedkachilarimiz ularni izlamay qoldimi ya? Yo'q, hargiz undaq emas. Dushmanlar bizning kelishimizni bilmaydigan tursa, ular yana nimishqa yo'shirinib oldi ekan? Voy, menga nima bo'lgandi? Menga gumonxo'rlik jini chaplashib qoldimi nima? Bo'pti, qani yana birdam ta'xir qilib baqayli. Navoda dushmanlar yo'shirinib yerning ostiga kirib olgan bo'lsa-mu, u yerda uzoq tura olmaydi. Uzoqqa qolmayla oshkorlandi. Ular dushmanlarning oshkorlanishini kutib, xili uzoq saqlashdi. Lekin dushman taraf yanada jimjit edi. Ular taqazzo bo'lib otlanishga tayyorlandi. Dal shu chaqda tuyuqsizlar Qoshbeshi mahallasining oyoq tarafidan orqadan chiqib ketdim. Tapancha etilgan ovoz anglanib qoldi. Ular hayron bo'lib turadi. Chashtaq tarafdan bu tarafga qaratib etilgan miltiq ovozi anglandi. Aradan uzoq o'tmayla shu Chashtaq tarafdan yana bir pay o'q etildi. Yana bir hazodan keyin yana shu Chashtaq tarafda bomba portlagan guldirlash ovozi anglanib, Toshmiliq atrofidagi yer zaminni larziga keltirib etdi-da, to'pa chang istaklarning osmonga purqarib ko'tarilganligi ko'rindi. Jamoliddinlar texmo hayron bo'lib turib qilishdi. Jamoliddin ko'nglida dushmanlar orasidami bizga moslashdan odam bor o'xshaydi deb o'ylab xush bo'lib ketdi. Lekin o'q yoki portlash ovozi qayta anglanmadi. Ular to'la uzoq saqlab
ichi titildab, taqati taq bo'lgan holda chashtaqqa yaqinlab berib, dushman gazarmasi ochiq ko'rinishga boshlagandilar, andin to'xtashdi. Shuninggacha dushmanlar xuddi onundan xabarsizdek teptinch o'tdi. Birer odam ko'rinmadi. Hiliqi o'q ovozi bilan bombaning gumbirlagan portlash ovozidan boshqa odamlarning ovozi yoki birer taraq turuqning shapsimi anglanmadi. Hatto yiroq yaqinlardagi itlarning qavashlari jimib qoldi. Jamoliddin odamlarga "Tayyorlan" deb buyruq berdi. Shu hamon pilimut, minamiyot, top zambiraklar dushmanlarning gazarmasini o'qqa tutish uchun to'g'rilandi. Zaydin bey dushmanlar sipiga zarba berishga tayyorlanib turishgan atrofdagi odamlar to'pi orasiga sinchilab qarashga boshladi. U saxtalik qilib o'z tarafiga qaratib olgan amal, boylik tamasida aqli bulg'unib xudini yo'qotgan, Qur'on tutib qasam berishgan sodiq g'alchilarning shu topda har qaysisi o'zlariga ko'rsatib belgilab berilgan nishon odamlari bilan pilimut, minamiyot, top zambiraklarning qishida buyruqni kutib turayotganligini ko'rib, uning zaharlik yuragi yayrab ketdi. Jamoliddin qizil to'piq egiz do'ngning ustida turib, durbun bilan dushman tarafning ahvolini kuzatdi. Zaydin xushal holda uning qishiga chiqdi-da, qo'l silishdan ilgari uni gapda toza chiqib olib, yuzini to'kib o'tib puxadan chiqib olish uchun qasdangila uningdan mundaqla so'rab qo'ydi. "Askarlar ko'p emas-ku? Hech qanday odam ko'rinmaydi-ku?" dedi Jamoliddin durbun bilan dushman tarafga ko'z uzmay qarab turib. "O'ylaganimdek bo'lyapti. Dushmanlarning shu chaqqicha bizni tuymag'iniga qaraganda ularni rostilla g'aflat besibdi. Hujumni boshlaylik." "Hujumni boshlaylik da'vatamsiz? Balli qaltisnoch bo'lib ketibsiz, jumo. Shu tapda mushundaqla hujum boshlashdan qo'rqmamsiz? Urushning biri jang, 9 rang degan dana hukmdan xabaringiz yo'q ekanda." Jamoliddin cho'chib ketdi. Hatto o'zining quliqiga ishonmaylar qoldi. Chunki Zaydin bek uningga hech qachon sizlab gap qilgan emas edi. Uning ustiga uning so'zlarida ta'na bilinib turadi. Bu odamning qo'y payli bugun boshqacharak turdi-ku. Yana tehi urushning biri jang, 9 rang deb vatildab ketganligidan aylanay. Ha rost, bu uning nima deganidir? G'alati gap. Ko'nglida xuddi jin bordakla. U burilib achchiqlangan holda Zaydinga tikildi. "Nim bo'ldingiz? Jangga tushish oldinmi mushundaq ko'ngilni g'ash qiladigan bema'ni chaqchaq qilamsiz? Demasingizmi, urushning 9 rang. Undaq bo'lsa qani, marhamat, mushu urushni texim obdan qilish uchun qandaq rangvozlik taklifiniz bo'lsa darhol o'tirib qo'ying. Maslahatlashib baqayli. Bo'lmasa undaq odamning saprayini o'riltadigan chaqchaqni qilmang. Tilingiz tutilib qoladi. Anlab qo'ying. Men hech nimadan qo'rqmayman. Faqat oli ko'ngil, ikki yuzlama munofiqlardan qo'rqaman." Zaydin uningga qarab sovuqla kuldi. Bo'ldi. To'la chechilmang. Ochiqingiz xo'p yomon ekan jumo sizdan." U keyniga tutib turgan tapanchasini Jamoliddinning peshonasiga tangladi. "Mana bu narsadan qo'rqmamsiz? Mening taklifim dal mana shu." U shundoq debla orqa-orqadan 3 pay o'q chiqaribdi. "Ha, mana endi obdan bo'ldi. Sizning zuvoningiz baldurla tutildi." Jamoliddin yuragini qamallab, mujib tutgan holda uyan to'lg'inib, so'zilib tugilib turib, "Ah, Anjambay" dedi-da, do'ngdan dumlab pastga tushib ketdi. Do'ngning u tarafidagi yon bag'rida Jamoliddinning muhofazachisi Sadin Margan uning etini tutib turgan edi. O'q ovozi uni cho'chitibdi. U shundoq qarabla Jamoliddinning maydasini mujib to'lg'inayotganligini, Zaydinning tapancha tutib turib bir nimalarni da'vatganligini ko'rdi-da, avtomatni uningga to'g'rildi. Lekin u kechikkan edi. U tepkini besib bo'lgacha paylab turgan beri unimi 3 pay o'q bilan etib tashladi. Zaydin o'z g'alchilari bilan oldin ola xufiyona holda kelishib qo'ygan edi. Ular u atgan o'q ovozini anglagan hamon o'z nishonlarini avtomatlar bilan tatatlatib shiddatli holda o'qqa tutishga boshladi. Dal shu chog'da necha yuzlagan go'mindan askarlari xuddi yerdan unib chiqqandek taraflardagi o'tishma okuplardan tuyuqsizlar sakrab chiqib, qiyqas cho'qan silishib bostirib kelishdi-da,
Oduqub tamtaraf qilishgan Jamoliddinning odamlariga tashlandi. Arqadalla Toshmiliq tarafdanmi alohida xil qurollar bilan qurollangan Ahmad Begning 70 necha otliq margan banditlari qir chap deb barqarashib kelib ularning sipiga qo'shildi-da, bu dahshatli qirg'inchilikni texmu avjiga chiqaribdi. Pilimut, miltiq, avtomatlardan etilgan o'qlarning ovozlari, granatlarning dahshatli portlashlari, qilishlarning valvul parqirab bir-biriga joq-joq urilishlari, varqirashlar, ichinishliq injiqlash, qirqirash, cherqirash sadolari xuddi qora quyundek osmonga ko'tarilgan to'pa chang, is tutaklar birdamdala Toshmiliq atrofini larziga keltiribdi. Ichi teshidan tangla berilgan zarba Jamoliddinning odamlarini nihoyatda tezla hozirtibdi. Ular turkumlab o'lib, yaralanib, barg'ansiri ozlab ketaverdi. Shundoq bo'lsa-mu, ular bo'sh kelmadi. Qahri g'azab bilan ilishib, dushmanlarga zodala bosh egmidi. Hatto o'zlaridagi ozg'ina o'q-dorilar tugab ketib, qo'rollari qarg'a kelmay qolgan ahvol ostidami, pichoqlarini ishlatib, qo'ram toshlarni etib, mushtlab, qo'shqarchilab kalla qo'yib yurib, nurg'unlagan dushmanlarni yer tishlatdi. Lekin ularning kuchi yanada dushmanlarga yetmadi. Dushman askarlarining soni o'zlaridan 7-8 hassa ortiq, qo'rollari xil bo'lg'achqa teng kelolmay, oxir hayot qolgan 38 odam qo'rshovni bo'sib chiqib, O'ytaq tarafga qarab qochishga majbur bo'ldi. Ahmad Begning banditlari bilan bir qism askarlar ularning orqasidan qo'g'lab ketishdi. Bu qitimqi dahshatli qirg'inchilikda dushmanlar g'alaba qildi. Lekin ularning polik komandiri bundan rozi bo'lmadi. Uningmi askarlari xili o'lgan edi. Bo'libmi, o'zlaridan 7-8 yasidek oz bo'lgan bu bir o'chum talvalardan birarining taslim bo'lmaganligi uning g'azbini keltirdi. Ularga bundaq jasorat, qudratli kuch qayerdan kelgandi? Xo'ja Abdurahmon boshlab mangan odamlar tun qorong'usida Toshmiliq tavasidan aylanib o'tib, tong yo'rg'andala kangri bir tuzlanlik oraliqidagi jilg'a bo'yga yetib kelib to'xtadi. O'tishma yo'llarga yondashgan bu jilg'a kangri ham cho'nqur edi. Ichidagi agri to'qay kichik taramlarda ozg'ina soqinli sular shirqirab eqib turadi. Ancha muncha egizpas kichik do'ngliklarni hisobga olmaganda bu jilg'a xili takshi tuzlanlik edi. Tog' davallar yiroq bo'lganlikdan mayli u taraf yoki bu tarafdan keladigan dushmanlarni xili yiroqdilla osonla ko'rilishga bo'ladi. Shunga ular bu jilg'ini dushmanlarga tuyuqsiz zarba berishga bo'ladigan o'zlari uchun aplik qo'rg'on deb hisobladi-da, shu hamon jilg'ining ichiga yo'shirni olishdi. Kun chiqdi. Atrof jimjit. Hech qanday taroq turuqning shapsimi yo'q. Faqat yiroqlarda itlarning g'azabli qavashlari, aralab qo'y o'chkilarining so'zib ma'rashlari, odamlarning bir-birini tovlashlari ila bo'shqina anglanib turadi. Xo'ja Abdurahmon boshlab mangan odamlar jilg'ida qattiq quruq nonlar bilan bahramon nashta qilib Andin dushman kelish ehtimoli bo'lgan yo'llarga ko'z tikib uzoq saqlashdi. Lekin u taraf yoki bu tarafdan keladigan odam didori ko'rinmadi. Odatda bu yo'lda minib u yan o'tishib turdiganlarning oyog'i uzilmaydi. Kishilar bu yo'lda askarlarning bulang-talanglarga to'la uchrab, qo'rqib ketganlikdan yo'lovchilar ozlab ketib, bu yo'l yaqinqi kunlardan biri cho'llishib qolgan edi. Tushga yaqin Chashtaq tarafda bombalarning partlagan ovozi anglandi. Ular qechib keladigan dushmanlarning oldini to'sib yo'qotish uchun tayyorlanib turishdi. Degandek, oradan uzoq o'tmayla Toshmiliq tarafdan birer yuzdek otliq askarlarning bu tarafga qarab chepib kelayotganligi ko'rindi. Bundaq ko'p askarlarning qechib kelishi ularga g'alitila tuyulib ketdi. Bu qandoq bo'lg'ini? Chashtaq, Toshmiliq taraflarda dushmanlarning faqat 40-50 dakla askarning barligi xabar qilingandigu. Undaq bo'lsa, shuncha ko'p askar qandoq paydo bo'lib qoladi? Biz aldangan o'xshaymiz. Apla! Shundoq, biz aldinibdik. Ular bu tarafga qochib emas, hujum qilib bizni ujuqtirish uchun kelibdi. Mayli, kelsin. Ulardan qo'rqmaymiz. Bizning odamimiz ulardan ko'p. Uning ustiga ular chizlanda.
ochiq oshkora jilg'a qo'g'dinishga bo'lgan aplik qo'rg'on kilisha o'ligis kelgan go'yla. Shu arada dushmanlar yaqinlab kelib qoldi. Xo'ja Abdurahmonning odamlari o'qlarning nishonga tegmay zoya bo'lib ketishidan andisha qilib, ularning texmo yaqinroq kelishini kutishdi. Lekin dushmanlar yaqinlashmadi. Yiroqdala to'xtab, zambirak minomyotlarini atrofdagi kichik do'nglarning ustiga ilib chiqib to'xtatishdi. Demak, Xo'ja Abdurahmonning farazlari to'g'ri bo'lib chiqdi. Ular aldangan edi. Ularning jilg'a ichiga yo'shinib turganligini, dushmanlarning oldini olib biladiganligi ko'ngillariga ayon bo'ldi. Ular aslida dushmanlar mushu jilg'ini bo'ylab mangdi deb faraz qilishgan edi. Demasimi, jilg'a bo'ylab uzunga so'zilgan bu yo'l agri to'qay, egiz-past, to'piliq bo'lsa-mu, lekin xili kang-kangri edi. Yaqin atrofda uningdan boshqa yana udul mingishqa bo'ladigan tuzukrak ozoda yo'lmi yo'q edi. Dushmanlar dal mushu ahvollarni nazarda tutib, o'zlarini xuddi to'gining burundan yetilgandek bu yerga boshlab kelib, jilg'ining ichiga solabdi. Tepiga usul o'ynatib, qopqonga dast tutdi. Lekin Abdurahmonning odamlari hush kallasini topganda bakla kechikkan edi. Shu topda dushmanlarning ig'ir qurollari dal ularning ustiga to'g'rilanib bo'lgan edi. Lekin ulardagi dushmanlarning ig'ir qurollarga taqobil turalligidek ig'ir qurollarning hammasi zaydinga qoldirilgan edi. Undaq yiroq joylarga faqat miltiqning o'qlarila yetib bora olaydi. Ular ilojsiz holda jilg'ining qirlarini o'zlariga dalda qilib, o'zlaridagi bor yo'q 20-30 taldek miltiq bilan dushmanlarni qarg'a ilib turishga majbur bo'lishdi. Dal shu chog'da dushmanlar ularning ustiga gumba o'q yog'dirib, birdamdala bir muncha odamning jiniga zamin bo'lishdi. Ularmi dushmanlarni nishonlab miltiqlarini ishga solishdi. Lekin ularning yiroq oraliqdan atgan o'qlari dushmanlarga tegmadi. Dushmanlarning minomyot, zambirak o'tlari texmu adab dal ularning ustiga orqa-orqadan tushib, gumbirlab partlaverdi. Anjambayning inisi Qodir muallim O'ytaq poliki zarbadorlar izotining komandiri edi. Granatlarni yiroqqa ham dal joyiga tashlashga mahir edi. U 3 odamni boshlab eriqlarning ichi, qirlarning daldisi, shalom o'sgan o't cho'plarning orasi bilan o'milib, yer beg'irlab minib, dushmanlar tarafga yurib ketdi. Bir hazodan keyin u tarafda granatlarning orqa-orqadan gumbirlagan ovozlari anglanishga boshladi. Orqadalla ayol o'tmayla pilotlarning tatatlagan ovozlari bilan granatlarning portlab gumbirlagan ovozlari xili uzoqcha anglanib turdi. Xo'ja Abdurahmon ularning u tarafga berib dushmanlarning ig'ir qurollarini vayron qilib o'tish talabiga ma'qul bo'lganligiga pushaymon qilib qoldi. Shu arada u tarafdagi o'q ovozlari jimib qoldi. U Qodirlardan ansirab, ichi titildab turganda Qodir o'zi yolg'izla qaytib keldi. Ular granatlar bilan dushmanlarning 2 zambirakini portlatib qardan chiqargan, lekin dushman ularni pilimut bilan to'xtamay o'qqa tutib 3 odamidan ayrilgan edi. Ular qayg'urib turishganda dushmanlar minomyot, zambiraklar bilan ularni yana o'qqa tutishga boshladi. Dal shu chog'da ular tuyuqsizla orqa tarafidanmi shiddatli o'qqa tutilib ketdi. Ular jilg'ining bu tarafidanmi necha yuzlagan dushmanning xuddi qora bo'rondakla bostirib kelib o'zlariga tashlanganligini ko'rishdi-da, o'diqib hang-tang qilishdi. Shundala ular o'zlarining ikki o'tirda qapsilib qolganligini bilib, texmu cho'chib ketishdi. Uning ustiga dushmanlar ulardan necha hassa ko'p, qurollarmi xil edi. Dushmanlar egizda, ular pastda. Egizda turib pastkilarni nishonga olish oson. Granatlarmi dal joyiga tushdi. Shundaq bo'lsa-mu, Xo'ja Abdurahmonning odamlari ikki tarafdagi dushmanlarga tamla o't ichib, bir hazog'icha jon tikib ilishdi. Dushmanlarmi pastga tushmadi. Egizdagi aplik joylarda yo'shirinib turib, taraflardan ularni to'xtamay o'qqa tutaverdi. Xo'ja Abdurahmonning odamlari tugashkili turdi. Ulardagi ozgina o'q-dorilarmi tugay deb qoldi. Ular amalsiz qilib jilg'ining bosh tarafiga qarab qochishga majbur bo'lishdi. Lekin ular
jilig'ining bosh tarafiga qarab qechib, texi 50-60 qadam mangmayla oldi tarafda yo'shirinib ularni paylab turishgan dushmanlarning tuyuqsiz shiddatli o'qqa tutishiga uchrab, nurg'unlari qirilib ketdi. Ular o'duqqan holda keyniga yenib, jilig'ining oyoq tarafiga qochdi. Lekin ular qechib, jilig'ining u beshiga yetib berishga oz qolganda, u tarafdanmo yo'shirinib turgan dushmanlarning tuyuqsiz shiddatli hujumiga uchrab, nurg'unlagan odamlaridan ayrilib qoldi. Mana endi ikki yonig'imi qacholmaydigan, olda orqasig'imi yonolmaydigan holga tushib qoldi. Ular xuddi qafasga so'langan qushqalar o'xshab qoldi. Ular shu topda qo'llarini ko'tarib dushmanlarga al bo'lsalar, hayot qilishi mumkin edi. Lekin ularning pok ko'ngillari bunda nomussizlikni ravo ko'rmadi. Yanala jon tikib ilishib, oxir jilig'ining bosh tarafidan aranla 20-30 odam qo'rshovni bo'sib chiqib, o'ytaq og'zi tarafga qarab qechib ketadi. Keyingi chog'larda shu qitimqi dahshatlik fojianing shohidi bo'lgan bu jilig'ining xili uzoq yillargacha shahid jilg'a degan nom bilan atilib qilishi ashu dahshatlik qirg'inchilikning xalq ko'nglida saqlanib qolgan o'chmas dalil isboti edi. 24-bob tugidi.